Sal chetroq tursalaring bo'lmaydimi? Uzr aka, ko'rmay qolmiz. Yaxshimisan? Yaxshi keldingmi? Rahmat, qalaysan? Shuni ko'rgani kelishuvdi bular. Menga qara. Bularing moshina oladigan odamga o'xshamayapti. Bekorga vaqtim bo'lyapti. Ukam, kemash mashinani olmay qo'ya qolaylik. Ana shu yerigina muomalasi menga yaxshi yoqmayapti. Mannop aka, o'sha mashina rasmini tashirdim. Yo'qdi, shuni olib beringlar deyapti. Biz berib qo'yganman. Ozgina sabrli bo'linglar. Ha, qara. Buni turshidan puli bor bolalarga o'xshamaydi. Nima mashinada keldi o'zi buni? Mana Maminda keldi. Matizdami? Aka, mashina bizga ma'qul. Agar egalar ishonchli inson bo'lsa, sotish huquqi bilan generalning doверенность qilib bersangiz, mashinani baraka qilib yuborardi. Ishqilib, pullaring naqdmi? Aka, pulimiz naqd bo'lmasa, sizni qimmatli vaqtingizni olib, mana shu yerda turmaymiz-ku. Mashina faqat afavniyga sotiladi. Sallaga to'g'ri kelsa shu. Bo'ldi aka. Bo'lmasa, baraka. Barakasini bersin. Faqat hozir uyimga tushamiz. Sizga bir piyola choyim bor. Qolgan pulni olib kelib, notariusga ketamiz. Hali pulam yoningda emasmi? Aka, sizni o'zimning uyimga, xonadonimga bir piyola choyga taklif qilyapman. Bo'pti. Ketdi. İşte tez bitirelim. Mannop aka, siz mehmonlarni olib uyga olib kirib turing. Men pulni olib hozir tushaman. Qani mehmonlar, uyga kiramiz. Kiringlar. Kelinglar. Uyga kiramiz. Kiringlar. Shonu shuhratingga kirilma odam. Bu uy joyga qaraganda boshli pul tikadigan arendato'r zo'rni shapsalladi, ha? Ne unaqa deysiz aka? Ukammi? O'zini xonadoni. Seryozni? Alloh alam, kestaga yaqin mashina chiqarib qo'ygan. Hozirgi kunda faqat zakazga olib beradi. Uchma hech aslo sendan dahiylakor. Xush kelibsizlar mehmonlar. Kutib qolmadinglarmi? Ya, Alloh rozi bo'lsin sizdan, hoji aka. Siz qo'ya ozgina tushunmovchilik bo'lib qoldi, hoji aka. Endi hammamiz xoms dengan bandamiz. Hamma inson xato qiladi, hoji aka. Siz ichkariga kirib ketgan mahallingiz Abdumannob aka bilan gaplashdi. Hammasini tushuntirdilar, hoji aka. Siz afuni to'lamang, hoji aka. Men egasi bilan o'zim telefon orqali gaplashib, generalning o'zini ko'ndiraman. Kerak bo'lsa yonimdan qilib beraman, hoji aka. Bu hayotda boyligimizdan tortib jonimizgacha Allohimiz bizga bergan omonati bo'lsa, o'zimizga bo'lmagan narsaga